Ulug' Mo'raz tanlovi Aravon tumanida bo'lib o'tdi. Festival tarix va madaniyat yili munosabati bilan katta masshtabda uyushtirilgan. Tadbirda bo'z uylar tikilib, turli millatlar urf-odatlarining ko'rgazmalari qo'yildi. Festival ikki millat vakillarining nikoh to'yi bilan boshlandi. Ana bizga negizgi maqsad o'sha tarixiy buyumlarni, tarixiy esdaliklar ko'rsatuv, anan tarixiy madaniyat ko'rsatuv, anan elimiz yoshlarni o'sha tinchlik intimoqqa chaqiruv. Tadbirda 7 tumanning hokimlari va yashovchilar ishtirok etishdi. Millatlararo birdamlikni aks ettirgan sahna ko'rinishlari ijro etilib, maktab o'quvchilari milliy asboblarni o'ynashdi. Tumandagi barcha qishloq hukumatining yashovchilari milliy taomlarni tayyorlashib, buyumlar ko'rgazmasini uyushtirishdi. Bayağı qağda saltları görsötüşüp da jün tutmay, paxta tutmay, paxta savamay, janagınday dagı bir kol önörçülüklerden görgözmelerini alıp gelişip, tamaşların türlerini alıp gelişip görsötüşüp, uşunday özlerinin emelerini görsötüşüp atışat. Viloyat miqyosidagi festival Aravon tumanida birinchi marotaba o'tkazilayotganligi sabab yashovchilarning barchasi faol ishtirok etishdi. Tadbirni uyushtirish va o'tkazish uchun 1 oydan ortiq vaqt sarflangan. Bugün şu Aravanın elinde, şu Arı ulutun öküldöründe bir çoğun mayran bolup turат da. Bul mayranга biz аябай, bir айдын айнасында аябай катуу даярдандык. 70 жаштан 7 жашка чейинки балдарды тарттык. Бул иш-чара şu биздин областыбыздын ар бир айыл өкмөттөрүндө өтүп, райондордо жыйынтыкталып атат. Анан жылдын аягында, мына эгемендүүлүккө карата же болбосо жылдын аягында ушул областта дагы жыйынтыгын чыгарабыз да. Tadbirning maqsadi tarixiy madaniy yodgorliklarni himoya qilish bo'lib hisoblanadi. Festival natijasini maxsus komissiya chiqarib, g'olib bo'lganlar ko'chmanchilar o'yiniga yuboriladi. Festivalni o'tkazish navbati Novqat tumaniga berildi. Aravon internatsional tumanlarining biri bo'lib, 80 nafar millatning barcha vakillarini ko'rish mumkin.